بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إذا وقعت الواقعة Kıyamet kayım boğan çağda ليس لوقعتها كاذبة hiç adam onu inkar kılalmaydı. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Zimin qattiq tevritilgen, tağlar parçalanıp tozandek tozup ketken çağda kıyamet bazılarını dozakka kirgizish bilen derecesini düşürdü. Bazılarını cennetke kirgizish bilen derecesini kötürdü. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Sizler kıyamette 3 firqaga bölünsizler. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Birinci firqa saadetmenlerdir. Saadetmenler qandaq adamlar? Ular nami amali o'ng tarafından berildigan adamlardir. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. İkinci firqa baxtsiz adamlardir. Baxtsiz adamlar qandaq adamlar? Ular nami amali sol tarafından berildigan adamlardir. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. أولئك المقربون في جنات النعيم. Ular nazı ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'lg'uchilardir. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Bular o'tgankilarning ichida ko'pdir, keyinkilarning ichida ozdir. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Ular oltindan to'qilgan taxtlar ustiga yo'langan holda bir-biriga qarashib o'ltirishidir. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Qeyrimay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar, iqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, jamlarni ularga aylanib sunib turdi. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. U sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mast bo'lmaydi. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Ularga ixtiyor qilgan mevalar va ko'ngillar tortgan qush go'shtlari beriladi. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Ularga sadabning ichidagi go'harga o'xshaydigan shahlo ko'zlik hurlar beriladi. جزاء بما كانوا يعملون. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ular cennette bihuda ve yalgan sözlerini anlamaydı. إلا قيلا سلاما سلاما. Fakat salam salam sözünü anlaydı. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Saadetmenlerinin yani nami amali on taraftan berilgenlerinin ahvali nihayeti yaxşı boludu. Saadetmenler qandaq adamlar? في سدر مخضود. Ular tikensiz sidr darxining وطلح منضود. mevisi sancaq bo'lib ketgan banan darxining وظل ممدود. doimliq soyining
وماء مسكوب Iqib turdigan suning, وفاكهة كثيرة köp meyvenin, لا مقطوعة ولا ممنوعة tügümeydigan, pesilsiz ve çeklenmeydigan, وفرش مرفوعة egiz körpüle üstede boludu. إنا أنشأناهن إنشاء Şeksiz ki biz hörlerini yeniden yarattık. فجعلناهن أبكارا Ulanı kızlık haltıda turduğan kıldık. عربا أترابا Ulanı erlerge amrak, ten tuş kıldık. لأصحاب اليمين Bu inamla nam-ı amali on taraftan verilgenler üçündür. ثلة من الأولين Bula bolsa ilgirikilerinin içinden bir cemaatdir. وثلة من الآخرين Kiyinkilerinin içinden bir cemaatdir. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Baxtsizler, yani nam-ı amali sol tarafından verilgenler devzihiladır. Baxtsizler qandaq adamlar? في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم Ula bedenning to'shiklariga kirib ketadigan ateşlik shamalning, ziyade hararetlik qaynoq suning ve qari tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining ichida bo'ladi. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. وكانوا يصرون على الحنث العظيم Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda ching turgan edi. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون Ular biz ölüp topuğa ve quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim terildirelamdiq. Ati bo'g'illarimiz-mu terildirlamdi deydi. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Aytqin ki, ilgirikiler ve keyinkiler ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Ondan sizlar ey qayta terilishni inkor qiluvchi gumrohlar, لآكلون من شجر من زقوم cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar. فمالئون منها البطون Uningdan qo'rsaqlaringlarni to'ldirsizlar. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. هذا نزلهم يوم الدين Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Sizlarni biz yaratdik. Sizlar qayta terilishga ishonmamsizlar? أفرأيتم ما تمنون Sizlar ayollarning bachchadoniga to'kilgan manini deb beqinglarchu. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Biz
sizlarning aranglarda ölümni belgiledik. Yani her biringlarning ölüş vaqtini bekitdik. Sizlarni başka bir kavimge almashtırışdan ve sizlar bilmaydigan bir şekilde yaratışdan aciz emasmiz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Şübhisiz ki sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Yani dastlabda Allah'ning sizlarni yo'qdan bar qilganligini tanidinglar. Sizlar Allah'ning sizlarni dastlab yaratgandek qayta yaratishini o'ylamamsizlar? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ Sizlar tergan ziraatni deb biqinglarchu. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziraat qilib o'stirdikmi? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Agar biz xohlasak, albatta uni dansiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Sizlar biz haqiqatan emgek bilan uruqni ziyon tortdik. Belki biz rizqdan mahrum qoldik deytdinglar. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchu. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Agar biz xohlasak, uni tuzluq qilib qo'yatdik. Rabbinglarning zo'r ne'matlariga nimishqa shukr qilmaysizlar? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Sizlar yondirayotgan o'tni deb biqinglarchu. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ Uning darixini, ya'ni murxu, ubar nomliq birining shexini biriga surksa, o'ltiribla o't oladigan daraxtni sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. فسبح باسم ربك العظيم Ulug' Rabbingni mushriklarning tuhmatlaridan pok e'tiqod qilgan. فلا أقسم بمواقع النجوم Yulduzlarning joylari bilan qasam qilaman. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Shubhisizki, agar bilsanglar, u yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. إنه لقرآن كريم Shak shubhisizki, u ulug' Qur'ondir. في كتاب مكنون Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. لا يمسه إلا المطهرون Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. تنزيل من رب العالمين U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Ey kuffarlar jamiyasi, bu Qur'onni inkor qilamsizlar? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguchini inkor qilamsizlar? فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون Jon halqumiga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab turibsizlar. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz, lekin sizlar uni ko'rmaysizlar. Ya'ni bilmaysizlar.
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Agar sizlar gumon qilgandek amalinglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nemishqa uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Agar u meyit muqarrablardan, ya'ni taat, ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rohat, farog'at, yaxshi rizq va nozu ne'matlik jannat bo'ladi. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Agar u saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, ular rohat farog'atli bo'lganligi uchun ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ulardan sana salom. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Agar u terilishni inkor qilg'ichi gumrohlardan bo'ladigan bo'lsa, yuqori haroratli qaynoq suv bilan kutib olindi. وتصلية جحيم. Jahannamda kuydirildi. إن هذا لهو حق اليقين. Şek şübhisizki bu aniq haqiqatdir. فسبح باسم ربك العظيم. Ulug' Rabbingni mushriklarning e'tirozlaridan pok e'tiqod qilgin.